Biznesni boshlash hech qachon oson emas. Har bir muvaffaqiyatli odamning orqasida ko'plab sinovlar va qiyinchiliklar yotadi. Eng yuqori darajadagi biznes egalari nega shunday mukammal muvaffaqiyatga erishadi? Chunki ular aynan shu qiyin davrlarni yengib o'tgan. Shu sababli ular bir kunda odamlar butun umri topadigan daromaddan ko'proq daromad olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qiyin vaziyatlarda qanday harakat qilishni o'rganish bu o'sishning muhim qismi. O'sish sizni hozirgi holatingiz bilan erishmoqchi bo'lgan darajangiz o'rtasidagi farqni keltirib chiqaradi va bu farq sizni majburan o'stiradi. Chunki siz yetarlicha tayyor emassiz. Shu sababli o'zingizni oynada ko'rib tan olishingiz kerak. Men hali mukammal emasman. Men o'sishim kerak. Bu jarayon o'sish og'rig'i deb ataladi. Siz tezroq rivojlanishni xohlaysiz, lekin esda tuting, har bir tez o'sish uzoq muddat davomida sezilarli qiyinchiliklarni talab qiladi. Ko'pchilik birinchi marta bu og'riqni his qilganida hayron bo'ladi, chunki ular buni tabiiy jarayon ekanini tushunmaydilar. Biznesda og'riq faqat jismoniy emas, u hissiy va aqliy sinovlar bilan ham bog'liq. Ko'pincha odamlar o'zlarini yetarlicha bilimli his qilmaydi va nima qilayotganini tushunmaydi. Shu paytda o'zingizga savol berishingiz kerak. Nega boshqalar menga qaraganda muvaffaqiyatliroq? Men nima qilyapman? Bunday vaziyatda ikki yo'l mavjud. Yoki aybni boshqalarga yuklaysiz, yoki o'zingizni tanqid qilasiz va shunday deysiz: men hali mukammal emasman, men o'sishim kerak. Kimdir yaxshiroq, chunki u ko'proq harakat qildi yoki boshqa yo'lini topdi. Qiyinchilikni qabul qilish bu o'sishning eng muhim qismi. Siz yana o'zingizni yaxshi deb o'ylaganingizda dunyo sizga shuni eslatadi. Mukammal bo'lish vaqt va mehnatni talab qiladi. Ba'zida 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida o'zingizni o'zgartirmasangiz, natijalar ham o'zgarmaydi.